Sizlarning bu soatda nima ishinglar bor? 6da kelishinglar kerak edi. Nima bo'lishini bilmaganimiz uchun 1 soat oldindan keldik. Bular nima manga turjayishyapti? Qizlar, menimcha Blackpinkga hamma narsani aytib berishimiz kerak. Ishonmasa-chi? Unga kelajakdan kelganimizni isbotlashimiz kerak. Masalan, arvohli raqs zali. Black bizani qamab qo'yishini bilamiz va buni yaqin vaqtda qilmoqchi. Buni unga aytishimiz mumkin. Yoki o'rtog'i Park Chae-young haqida hamma narsani bilganimizni aytishimiz mumkin. Kelajakni ko'ra oladiganini bilganimizni ham aytamiz. Black, biz kelajakdan kelyapmiz. Aslida o'tmishga qaytdik, lekin san tarafidan qarasak, Jenny haq. Biz kelajakdan keldik. Meni aldayapsizlarmi? Aslida yillar davomida sen bilan stajyerlik qildik va yaqin o'rtoq bo'ldik. Lekin keyin sen o'lding. To'g'rirog'i o'ldirishdi. Egzaging tomonidan. Seni kelajakni ko'ra olganingni va meni parallel koinotdan kelgan versiyam bilan o'rtoq bo'lganingni bilamiz. Va o'rtog'im Park Chae-young o'rtadan yo'qolib qoldi. Unga rosa o'xshaganim uchun ham meni yaxshi ko'rmaysan. Unga rosa o'xshashim normal, chunki u meni Y koinotidan kelgan versiyam va hozir X koinotidamiz. Qizlar rosa aralashtirib aytib yordik. Black hech narsani tushunmadi. Hozir men hammasini eng boshdan aytib beraman. A few moments later. Sizlar jimmisizlar? Hozir aytayotgan narsalarimiz rosa bema'ni va murakkab. Bilamiz. Va bizga ishonsang birga harakat qilishimiz yaxshi bo'ladi va hamma narsani to'g'rilaymiz. Shunaqa qilib seni hayotingni qutqarib qolishimiz mumkin. Mana ozgina o'ylashim kerak. Hali ham ishonmayotgan bo'lsang, senga isbotlab berishimiz mumkin. Qanaqa isbot? Bu kameraga olinayotgan hazil. To'g'rimi? Kechki shunaqa bo'lsa, lekin afsuski unaqa emas. Bu Daisy. Endi ishondingmi, Black? Shekilli men qo'yib yubordim. Sizlarga ko'ra u bunga ishonadimi? Ishonmasligi uchun bitta sabab yo'q-ku. Hamma narsasini bildik. Ishonmasligi g'alati bo'lardi. Sizlarga ishonaman. Kelajakni almashtirish uchun nima qilishimiz kerak? Zaxiralashdik nihoyat ta'mirlash ishlari tugamadi. Lekin yaqinda X koinotiga borsanglar bo'ladi. Yana X koinotiga borishni xohlaysizlarmi? Xohlaymiz albatta. Lekin shunchalik vaqtli ketsa, stajyerlikni ulamas bizlar qilishimizga to'g'ri keladi. Buni ahamiyati bormi? Xohlasanglar aydol bo'lmaysizlar. Baribir ham bu yashamaysizlar. Erkin bo'lasizlar. Jack to'g'ri aytadi. Baribir ham bu yashayolmaymiz. Bizda boshqa tanlov yo'q. Jackmi? Men Blackman. Jack bo'lganini o'rgandik. Qiynashga kerak yo'q. Baribir ham sen aytganingni qilishdan boshqa tanlovimiz yo'q. O'rtog'inglar Blackni muncha tez sotib yubordinglar. Seni yaxshi tayyorlanma. Yana X koinotiga borib erkin bo'lasizlar. Lekin buni evaziga menga X koinotidan Blackpinkni olib kelasizlar. Nimaga qizlar nimasi Blackpinkni olib kelyapmiz? Biz o'tmishga qaytdik va rejalar o'zgardi. Qizlar rejalarini rosa yo'qotdi. Ular menga kerak emas. Kishi yetadi menga. Lekin ehtiyot bo'lishinglar kerak. Black kelajakni ko'radi. Faqat kelajakni ko'rish bilan qolmaydi ham.